Diqqat! O'zgidromet shoshilinch ogohlantirish e'lon qildi. 27-30 yanvar kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik va havo haroratining keskin o'zgarishi sababli O'zbekistonning tog'li hududlarida qor ko'chkisi xavfi mavjud. Mutaxassislar bu xavfni jiddiy deb baholamoqda. Ogohlantirish quyidagi hududlarga tegishli: Qashqadaryo viloyatida Dehqonobod, Kitob, Qamashi va Shahrisabz tumanlari; Surxondaryo viloyatida Boysun, Qumqurg'on, Sarosiyo va Uzun tumanlari; Samarqand viloyatida Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand va Urgut tumanlari; Jizzax viloyatida Baxmal va Zomin tumanlari; Toshkent viloyatida Bo'stonliq, Parkent va Ohangaron tumanlari, ayniqsa Chotqol tizmasi tog'larida; Namangan viloyatida Pop tumani. O'zgidromet rasman ogohlantiradi. Tog'li hududlarda yashovchi fuqarolar, rekreatsiya bilan shug'ullanuvchilar va ayniqsa tog' yo'llarida harakatlanayotgan haydovchilar ehtiyot choralarini kuchaytirishlari kerak. Iloji boricha tog'li hududlarga kirishni cheklash, yo'lga chiqishdan oldin ob-havo ma'lumotlarini tekshirish va xavfli hududlarda to'xtamaslik tavsiya etiladi. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu hayot xavfsizligi masalasidir. Ehtiyot bo'ling. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Dollar, yevro va oltin qadrsizlandi. Yangi hafta boshlanishi bilan valyuta bozorida kutilmagan o'zgarish kuzatildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 27 yanvardan boshlab amal qiladigan yangi rasmiy valyuta kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollar kursi oshdi. AQSh dollarining rasmiy kursi 13 so'm 17 tiyinga oshib, 12.098 so'm 12 tiyini tashkil etdi. Yevro yanada tezroq o'sdi. Yevropa valyutasi 170 so'm 31 tiyinga qadrlanib, 14.353 so'm 21 tiyini tashkil etdi. Rossiya rubli esa aksincha yo'lni tanladi. Kurs 0 so'm 67 tiyinga pasayib, 158 so'm 64 tiyini tashkil etdi. Xitoy yuani ham o'sib bormoqda. Uning qiymati 4 so'm 12 tiyinga oshib, 1739 so'm 69 tiyini tashkil etdi. Eng sezilarli o'zgarishlardan biri oltin bozorida kuzatildi. 1 gram oltin narxi 48.800 so'mga oshib, 2.007.300 so'mga yetdi. Kriptovalyuta bozorida pasayish kuzatildi. TradingView ma'lumotlariga ko'ra, 26 yanvar kuni soat 16:00 da Bitcoin narxi 11.591.490 so'mga pasayib, taxminan 1.579.438 so'mni tashkil etdi. Biz valyuta bozoridagi ushbu o'zgarishlar yangi haftada iqtisodiy kayfiyatga qanday ta'sir qilishini kuzatishda davom etamiz. O'zbekistonda oltin narxi yana bir muhim bosqichni yangiladi. 26 yanvar kuni oltin quymalarining narxi yangi maksimal darajaga yetdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, og'irligi 5 gram bo'lgan oltin quymasining narxi 1-marta 10 million so'mdan oshdi. Bugun uning narxi 10.036.000 so'mni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich oddiy o'sish emas, bu bozordagi jiddiy signal. Joriy sotish narxlariga qarang. 5 gram 10.036.000 so'm, 10 gram 20.073.000 so'm, 20 gram 40.146.000 so'm, 50 gram 100.364.000 so'm, 100 gram 200.728.000 so'm. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, oltin narxlarining bunday tez o'sishi global siyosiy noaniqliklar bilan bog'liq. Ba'zi manbalar AQShning Grenlandiyaga da'volari va xalqaro vaziyatdagi keskinlikni asosiy omillar sifatida ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, jahon bozorida oltin narxi ham tarixiy eng yuqori ko'rsatkichga yetdi. 1-marta 1 unsiya oltin $5.000 dan oshdi. Bu global tendensiyadan dalolat beradi.
Eslatib o'tamiz, atigi 4 kun oldin 22 yanvarda 5 grammli quyma 9 million 717 ming so'mga tushgan edi. Bir necha kundan keyin narx 10 milliondan oshdi. Xulosa oddiy. Oltin bozor markaziga eng ishonchli aktiv sifatida qaytdi. Bu o'sish davom etadimi yoki yo'qmi? Vaqt ko'rsatadi. Hozircha bizda mana shular. O'zbekiston va dunyoning eng so'nggi yangiliklarini bizning kanalimizda kuzatib boring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hozircha xayr.